Qiz sevgan yigitiga syurpriz qilmoqchi bo'ldi, lekin yigitning o'rniga qo'shnisi kirdi. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Tarjima kinolar sharh kanali. Bugun sizlarning e'tiboringizga mukammal tuzoq filmini taqdim etamiz. Do'stlar, bundan ham qiziqarli filmlarni ko'rishni xohlasangiz, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Videomiz qolmisi Mosbet Bookmakerlik kompaniyasi. Kommentariyadagi silka orqali registratsiyadan o'tish vaqtida kinolar so'zini promokod joyiga yozing va 3 million so'mgacha bonusni oling. Film boshida Kesi ismli qiz Italiyadan chiroyli uyni ijaraga oladi. Shundan so'ng Kesi va uning yigiti Brian o'sha uyda hordiq chiqarish uchun yo'lga chiqishadi. Ular ajoyib tarzda qurilgan villaga yetib kelishadi va bu uyda 6 kunni o'tkazish uchun xonaga kirishadi. Ular ichkariga kirganida stol ustida uy egasi Eduardo tomonidan sovg'a sifatida qoldirilgan vinoga ko'zlari tushadi. Sevishganlar vinodan ichishadi va tashqariga qaragan holda divanda o'tirishadi. Shundan so'ng biroz bassenda suzishadi va dam olishgani xonalariga kirib ketishadi. Erta tongda Kesi yugurishga chiqadi va yo'lda yiqilib jarohat oladi. Kesi yo'l yoqasida mashinani to'xtatadi. Mashinadan italiyalik Federico ismli odam tushadi va qizni uyiga eltib qo'yadi. Shundan so'ng sevishganlar biroz ixtirosga berilishadi. Bu jarayonni Federico uyiga o'rnatilgan yashirin kameralar yordamida ko'rib o'tiradi. Ertasi kuni Federico ularni shaharga olib boradi. Brian Kesini Federicodan qizg'anadi va ular o'rtasida janjal yuzaga keladi. Qiz uyiga ketib yuboradi. Brian alkogol ichib o'tirganida yoniga Federico keladi va uning orqasidan ikki yengiltak qiz ham keladi. Erta tongda Brian ko'zini mehmonxonada ochadi va ijaraga olgan uyiga qaytganida Federiconi ko'radi. Federico Brianga kecha ikki qiz bilan tunni o'tkazganligini aytadi. Shundan so'ng Brian Kesiga bor haqiqatni aytadi va u hech qanday yomon ish qilmaganligini aytib, qizdan kechirim so'raydi. Kesi uni kechiradi va 10 daqiqada xonasida kutishini aytadi. Brian yerto'laga vino olish uchun kiradi va birdan eshik yopilib, Brian yerto'lada qamalib qoladi. Kesi xonasiga kirganida divan ustida ichki kiyimlar va "bularni kiy, meni kut" degan xat yozuvi bor edi. Kesi hammasini kiyadi va ko'zi bog'liq holda divanda o'tiradi. Xonaga Federico kiradi va qizga ixtirosli teginishni boshlaydi. O'sha vaqtda Brian yerto'ladan chiqish yo'lini topadi. Federico shovqinni eshitadi va tashqariga chiqib ketadi. Brian uy ichiga kirganida xonadagi TV yonadi va unda Kesi Federico bilan nima qilganligi ko'rsatiladi. O'sha vaqtda Kesi divan ustida telefonni ko'radi va u telefonda Brian ikki qiz bilan jinsiy yaqinlik qilganligini biladi. Shundan so'ng Kesi va Brian o'rtasida janjal yuzaga keladi. Kesi jahl ustida telefonni ko'zguga otadi va ko'zgu sinib, orqasida yashirin kamera borligi ma'lum bo'ladi. Brian Kesiga bu ishlarning orqasida Federico bor deydi. Siri ochilganini bilgan Federico uyga kiradi. Brian va Federico o'rtasida janjal yuzaga keladi. Kesi qo'lidagi narsa bilan Federiconi o'lgunicha kaltaklaydi. O'sha vaqtda uy eshigi taqillay boshlaydi. Ular eshikni ochishmaydi. Biroz vaqt o'tgach, orqa eshikdan uyning haqiqiy egasi Eduardo kirib keladi. U yashirin xonadagi tasvirlarni ko'rib, ular Federiconi o'ldirganini biladi va ularga qurol o'qtaladi. Kesi uy egasini orqasiga pichoq sanchadi. Brian esa qo'lidagi tayoq bilan boshiga zarba beradi. Shundan so'ng sevishganlar barcha tasvirlarni va jinoyat izlarini yashiradi va dush ostida jinsiy yaqinlikka kirishadilar. Film oxirida Kesi va Brian murdalarni ko'mayotgan holati internetda jonli efirda namoyish etiladi. Bu holatni tomosha qilayotgan odamlar saytdan chiqadi va boshqa uylarni ham kuzatadi. Bu uy aslida internetda jonli efir qilinadigan uy edi. Shu bilan film o'z nihoyasiga yetadi.